Bu yilga 2025-yilga shu eng strashniy oxirgi remont qilgan Dons 1.6 galovkamiz shu bo'lsa kerak akalar. Dasturxonchi Navoiydan kelgan, qaranglar akalar. Egasi bilan rosa gaplashdik o'zim, 1 soatcha gaplashdik. Sharoit aytdi, men ham sharoitni aytdim, rasxodlarni nima qilishlar, garantiyalarni berdik, xudo xolisa. Nima demoqchiman? Mashinani akalar salkam 4 yil haydabdi. Dons 1.6 bekarga legenda emasdi. Salkam 4 yil haydadim uka. Hech bir galovka problema qilmadi. Endi mana glushiterdan tutab, avtolga antifrizlar o'tib, ginezda ular cho'kkan akalar. Xudo xolasa olib qoldik. Bu yilgi eng oxirgi, eng strashniy galovkamiz shu bo'lsa kerak. Tekshirib, go'zal holatda qilib beramiz. Maza qilib yana 3-4 yil xizmatini qiladi. Ichidan yorug' chiqmasa bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.